Haval H6 bitta kuzovda ikki xil fe'lati bor. Keling, aynan sizga qaysi biri mos kelishini aniqlab olamiz. Birinchi variantda 183 ta ot kuchiga, aylanish momenti esa 275 Nm ga teng bo'lgan 1,5 litrli turbo motor. Oldi g'ildiraklari yetakchi, 7 pog'onali robotlashgan uzatmalar qutisi. Bu dvigatel shahar uchun yaratilgan. U tejamkor, shovqinsiz va juda sezgir. Bu o'z sinfidagi eng ishonchli motorlardan biri. Butun dunyo bo'ylab kishilar sinab ko'rib va yuqori baho berishgan. Ikkinchi variantda 2 litrli turbo motor va bu butunlay boshqa masala. Quvvati 238 ta ot kuchi, aylantiruvchi momenti 385 Nm, to'liq uzatma va mutlaqo yangi 9 pog'onali transmissiya. U trassada ishonch bilan tezlashadi, tuproq yo'llarda bemalol o'tadi va doimo quvvat zaxirasiga ega bo'lasiz. Har ikkala motor turbina bilan jihozlangan va sinovdan o'tgan. Faqat savoli bitta: sizning hayot tarzingiz qanday? O'zingiz his qilishni istaysizmi? Unda tezda yoziling. Havola tavsifida va kanalimizga obuna bo'ling. Oldinda Haval haqida ko'p ma'lumotlar ham bor.